Ağalarımız genindən yetkəni tez olğan rasvetkalarni aynan sizlar uchun 2 gün почти skidka narxda desak ham bo'ladi. Narxlarni в общем arzonlatib tashlaganmiz. Hurmatli haydarlarimiz, Velikan ağalar sizlar uchun ham bor. Bu safar sizlarni ham o'yladik. Ağalar, videoni o'tirib bermaysa, oxirida ko'ramiz. Qaranglar, men sizlarga ranglar bilan tanishtirib o'taman. Bordo sveta темный синий ishlangan. Ne dedi? Ketami? Aynan sizlar uchun необычный rasvetkani alishtirganmiz. Ikkinchisi bo'ladi shuning mentol sveti. Темный синий bilan kombinirованный qilib ishlangan rasvetkasi. Uchinchisi ходовой ranglarimizdan biri bo'lgan, ya'ni oq, seri, темный синий kombinirованный qilib ishlangan rasvetkasi bo'ladi. Xullas, har xil ranglarni aldistirganmiz. Choko sveti. Bu modelimiz ham в общем xush rang, kamdan kam odamlarga yarashadigan ranglarimizdan biri. Ibn sveta qaranglar, hajatalarimiz uchun. В общем zo'r svetlardan biri. Qaranglar, parlament rang. Ne deydi ag'alar? Ketami? Temный синий emas, parlament rang bo'ladi. Velikan ag'alar, sizlar uchun ham ikki xil rasvetkani bahosini arzon narxda qilib beramiz. Ya'ni Velikan razmer bo'ladi. 58 dan 64 gacha. Eng kichkinasi plus minus 100 kilodan boshlanadi va eng kattasi 140 kilo. Klientlarimiz ham bemalol to'g'ri keladi. Xo'p, bularni razmerlarga keladigan bo'lsak, 50 razmerdan boshlanadi. Eng kattasi 56 razmergacha hozirda mavjud magazinimizda. Narxini aytib o'taman. Qaranglar. Bahosi 330 ming so'mdan bozorimizda sotilib turibdi. 300 ming so'mdan. Oxirgi bahosi 300 ming so'mdan berilib turibdi o'zi bozorimizda, lekin bilasizlar, YouTube kanalimizga 265 ming so'mdan adashmasam qo'ygan, ya 275 ya 265 o'rtasindagi narxda qo'ygan edim. Endilikda sizlar uchun qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 xil rasvetkadagi dvoykalarni faqat hibini bu o'zi 10 ni boshqa yerda men hozir faqat syomka qilish uchun hammasini oldingi shoxlarga ildirib turibman. Bu modellarimiz emas, ertaga kelib xato tushunib o'tirmasliklaringiz uchun qo'lim bilan ko'rsatib turibman. Ya'ni shu ko'rib turgan dvoyka mahsulotlarni 250 ming so'mdan xarid qilib bilasizlar, hurmatli haydarlarimiz. 250 ming so'mdan. Velikan ag'alar, sizlar uchun esa qaranglar, 370 ming so'mdan sotilib turgan dvoykalarimiz eng oxirgi bahosi 330 ming so'm, 320 ming so'mgacha berilib turibdi o'zi bozorimizda. Lekin sizlar uchun aynan shu ko'rib turgan dvoykalarni 270 ming so'mdan qo'yib berdik. 270, ikki xil rasvetka 250 ming so'mdan qalan hammasi. Tarkibina keladigan bo'lsak, 75% paxta, 20% polyester, 5% elastik material. Ya'ni, уже mendan yaxshi bildingizlar, material yubka hibi bo'ladi, tarkibi paxta to'lka. Ya'ni bu narsani uyda kiyib yurmagingiz ham удобный, gündelikga kiyib yurmagingiz ham вообще удобный, zo'r variantlarimizdan biri bo'ladi. Hibi bo'ladi. İçinden bir xato ko'rsating. Hammasini trikosi темный svetda bo'ladi. Ya'ni üstü ochiqmi, trikosi темный синий bo'ladi. Üstü temniyroqmi, trikosi qora svet bo'ladi. Ya'ni parlamentda ham parlament rangda. Bejevый темный синий. Oqa parlament trikosi ham. Ya'ni 75% paxta, 20% polyester. Bu polyester narsani masalan shudir shundan qochirmasligi uchun, o'zini sifatini yo'qotmasligi uchun bo'ladi. 5% elastik material esa uni hamma biladi, cho'zilib qaytishi uchun qo'shilgan bo'ladi. O'zini kerak bo'lsa qaranglar, brendli zamoklargacha tashalingan. Ya'ni Big Life firmasina deyishli bo'lgan dvoyka mahsulotlarimiz bo'ladi. Hammasi men hozir sizlarga ko'rsatib turgan dvoykalarim og'alar. Qaranglar, seri hajatalarimiz uchun deb yana bekardan bekar aytmadim. Shunday ochiq svetda bo'ladi. Темный синий bilan kombinirованный qilib ishlangan rasvetkasi. Dostavka xizmatlarimizga keladigan bo'lsak, o'ylanib o'tirmang, pastdagi nomerlar bilan bemalol bog'lansangizlar bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlar bilan bog'lanib, dostavka qilib ham oldirsangizlar bo'ladi. 12 viloyatdan bor dostavkamiz. Nechta bo'ladi uni turlari deydigan bo'lsangiz, sizlarga qisqacha qilib tushuntirib o'taman. Agar Urganch shahrining ichida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Xorazm viloyatida bo'ladigan bo'lsa, dostavka shunday бесплатный, любой joy Urganch shahrining ichine dostavka qilib chiqarib berib bilamiz. Tumanlarga keladigan bo'lsak, уже xohlasangizlar marshrut orqali, xohlasangizlar yo'l taksi orqali chiqarib beramiz. Уже dostavka xizmati o'zingizdan bo'ladi. Xo'p, keyin viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, viloyatlarga oldindan to'lov qilasiz. Kartonga tashlab beramiz, shot raqam tashlab beramiz. Shuni oldindan to'lov qilasiz. Keyin bitta pochta orqali dostavkalaringizni chiqarib beramiz. Vodiy tomonlari bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Andijon, Qashqadaryo, Surxondaryo, xullas
vodiy tarafi bo'ladigan bo'lsa, plus minusi bilan 3 kun atrofida boradi. Toshkent ham 3 kunda boradi. O'sha 3-kuni sizga SMS xabarnoma boradi. Shuning uchun shuni evazidan 3 kun deb turibman. Iloji boricha imkon qadar peshingi soat 16:00 gacha pochtalarni chiqarib bersak, nurusdan alanur bo'ladi. Ya'ni sizni dostavkangiz ertaroq yetib boradi. Biz aynan vohamizdan, ya'ni Xorazm viloyatidan dostavkalarimiz o'zi hammasi 16:00 da mashinamiz haydab ketadi. BTS pochtadan. Hozircha lekin BTS pochta bilan shartnomamiz bo'lganligi sababli shuning uchun bizlara oldindan to'lov qilasiz. Xudo xolasa sizlar uchun bu narsani ilojini qilyapmiz. Ya'ni BTS pochta bilan aynan shartnoma tuzgan holatda mahsulotni qo'lingizga olganingizdan keyin pulini to'laysiz. Xudo xolasa bu narsani ham yo'lini qilyapmiz sizlar uchun. Adresimizga keladigan bo'lsak, Urganch Raycenter buyum bozorining ichida joylashgan bo'lib, 3-qator 136-magazinda hammangizni kutib qolamiz. Ish vaqtimizga keladigan bo'lsak, azongi soat 8:30 dan kechki soat 6 gacha magazinimiz ochiq bo'ladi. Dostavka xizmatlarimiz azongi soat 8 dan kechki soat 11:00 gacha amal qiladi. Hammangizni magazinimizda kutib qolamiz. Shuncha mehnatimizni bir like bosib, kommentariy o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Agar bizlarga hozir ham obuna bo'lmay kuzatib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Sababi bundan ham zo'r yangiliklarimizni o'tirib berishlaringiz mumkin. Sog' salomat bo'lasiz. Sizlar bilan ekran qarshisida kaminada ham bo'ldi. Hammani kutib qolamiz, kelaverasizlar.